Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Erkin Sidiq. Men bugun sizlar bilan qaytadan ko'rishganimdan ayta qo'shalman. Bugun 2017-yili 20-dekabr. Men bu leksiyani Amerikaning Los Angeles shahrida turib so'zlayapman. Men aslida bugun balangizga to'g'ri kuying degan temada so'zlashni planlagan. Ammo men hozir Uyg'urlar hozir tanlagan yashash yo'li ularning yer sharida mavjud bo'lib turishiga mos kelamdi degan savol ustida o'ylanib va izlanib, shu mazmunda bir parcha maqola yozayotgan edim. Bugun men shu maqolaning oldingi yerimini leksiya qilib so'zlab berishni qaror qildim. Bola tarbiyasidagi maqolani yana qatim so'zlayman. Bu maqolaning hammasini bir leksiya qilsam, leksiya bak uzun bo'lib ketadi ekan. Shunlashqa bu qatim bir mazmunni ikki leksiya qilib so'zlashni muvofiq ko'rdim. Men bugungi leksiyada Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi va kelarapda so'zlaydigan mazmunga orqa ko'rinish bo'ladigan bir qism mazmunlarni so'zlayman. Kelaraplik leksiyada bo'lsa, Uyg'urlar buningdan keyin qanday qilish kerak degan mazmunda so'zlayman. Agar siz bu mazmunga qiziqsangiz, cho'qim ikki leksiyaning har ikkisini to'liq anglab chiqing. Unda qilmasangiz, uningdan unumli foydalanmaysiz. Uyg'urlar tanlagan yashash yo'li o'zini saqlab qolishga mos kelamdi. Hozirgacha o'zidan mushundaq bir savolni so'rab baqqanlar bormi yo'q? Men uni bilmayman. O'zidan ashundaq bir savolni so'rab, ondan uningga javoban biror parcha maqola yozib baqqanlar bormi yo'q? Unimi bilmayman. Undaqlar bor bo'lishi mumkin. Ammo men hozirgacha undaqlarni uchirtib boqmadim. Aslida Uyg'urlar biz tanlagan yashash yo'li o'zimizni saqlab qolishga mos kelamdi degan savolni buningdan 5 asr burunlar so'ragan bo'lsa, hamda o'zlarining yashash yo'li bilan kurash qilish strategiyasini Uyg'urni saqlab qolishga mos keladigan qilib tanishab turgan bo'lsa, yaxshi bo'lar edi. Ammo burunqilar undaq qilmabdi yoki undaq qila olmabdi. Undaqda biz, ya'ni hozir yashayotgan bir qancha avlod Uyg'urlar bu jihatda qandayroq qilyapmiz? Biz o'z-o'zimizdan ashundaq savolni so'rayapmizmi? Ashundaq savolga javob topish yo'lida izlanyapmizmi? Hozir Uyg'ur diyoridagi xalqimizning milliy kimligi og'ir tahdid ostida qoldi. Hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlarning bir qismi o'qish yo'li bilan chet elga chiqib, keyin chet elda turib qolgan bo'lsa-mu, yana bir qismi vatanda yashash yoki normal insondek yashash imkoniyati qolmaganligi uchun chet elga faoliyat tilguvchi Uyg'ur bo'lib chiqqan. Hamda dunyodagi bir qism ellar ularni panohlanguvchi Uyg'urlar deb qabul qilib, ularga o'z davlatida turib yashash imkoniyati hozirlab bergan edi. Uyg'urlarni Sharq Turkistonlik musulmonlar ekan deb qabul qilgan musulmon ellari bormi? Agar bor bo'lsa, ular qanchalik Uyg'urlarni qabul qilgan? Menda u vaqtda to'liq ma'lumot yo'q. Mening bildig'im, musulmonlar dunyosining markazi hisoblanadigan Saudiya Arabistoni Sharq Turkistonlik musulmonlarni grajdonlikqa qabul qilmaydi. U elga ko'chman bo'lib borganiga 30 yildan oshgan Uyg'urlarmi hozirgacha u yerning grajdonligiga o'tib bo'lolmadi. Yaqinqi bir qancha yilning mobaynida vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlar uchun nihoyatmi foydasiz ikki xil ahvol vujudga kelgan bo'lib, u hozir borgan-sari yomonlashyotdi. Ularning biri o'zini islom davlati deb atib olgan bir guruh buzuq odamlarning dunyoning o'xshamagan yerlarida terrorlik ish harakatlarini elib berishi hamda Trump Amerikaga prezident bo'lib saylangandan keyin ahtanliklarning o'zlarini hamma millatning ustidan qo'yishi va musulmonlarni o'z ichiga olgan bir qism osonlik millatlarga o'chmanlik qilishi bo'lib, hozir Amerika va boshqa bir qism taraqqiy topgan g'arb ellarida musulmonlarga bo'lgan o'chmanlik kayfiyati kuchayishga boshladi. Yana bir bo'lsa, Jungo hukumatining besim bilan Misr qatorliq ba'zi musulmon davlatlarida dinda o'qiyotgan Uyg'ur Taliban bolalarning aşı davlatlarda davomli turalishi tahdidga uchrashga boshladi. Yaqinda
ijtimoiy taratqularga İstanbul ko'chisida charlab yurayotgan turk saqchilari uchratgan Uyg'urlarni tekshirib, boshqalarni undaq qilmayotganlik xabarlari chiqdi. Yuqoridagi ahvolning har ikkisi bir intayin jiddiy masala bo'lib, chet elda yashayotgan Uyg'urlar bu masalaga jiddiy qaramasa bo'lmaydi. Boshqa qilib aytsak, bizdek hozir yashayotgan Uyg'urlar kechikkan bo'lsakmi, o'zimizdan yuqoridagi savolni so'rmasak, hamda erishgan javobga asosan o'zimizning yashash yo'li bilan yashash strategiyasini tanishmasak bo'lmaydi. Unda qilmasak, biz chet eldagi yashash imkoniyatimizni yo'qotib qo'yamiz. Uyg'urni saqlab qolish yo'lidagi majburiyatlarimizni ado qila olmay qolamiz. Uyg'urni qo'llab qolmaymiz. Islom dini yo'qolib ketmaydi. Musulmonlar yo'qolib ketmaydi. Ammo Uyg'urlar yo'qolib ketishi mumkin. Ilm-fan dunyosida qanday kishilar yashab, qanday kishilar yo'qolib ketadiganligini belgilaydigan bir xil tabiiy qonuniyat bor bo'lib, u qonuniyat Darwinizm yoki tadrijiy taraqqiyot nazariyasi deb ataladi. 20-asrga kirishdan burun Jungo dunyoda intayin ojiz edi. Ular 20-asrga kirish bilan tang ashunda qonuniyatni bayqab, uni kuchab tadqiq qilib, hamda uningdan nihoyatda unumli foydalanib, dunyodagi insonlar mavjud bo'lib turish salohiyati shotisining eng ostidagi baldiqidan bir nihoyatda ustun baldiqiga chiqdi. Ammo Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlarning saqlanib qolishini butun qalbi bilan orzu qilsa-mu, hamda nihoyatda ko'p kishilar bu yo'lda o'zining borlig'ini ato qilishga rozi bo'lsa-mu, Uyg'urni saqlab qolish uchun nima ish qilsa bo'ladiganligini hozirgacha ancha yaxshi bilmayotdi. Bilmayotdi. Bir quduqning ichiga tushib ketgan odamdek qaysi tarafga masa bir tamg'i o'sib, qaysi taraf to'g'ri yo'lga vakillik qilganligini bilolmay yashayotdi. Agar sizmi shunday ahvol ichiga kirib qolgan Uyg'urlarning birisi bo'lsangiz, bu leksiyani intayin quloq solib anglang. Meniki bu leksiyarim bir qancha temalardan, cho'ng temalardan tarkib topildi. Uning birinchisi Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqida qisqacha tushuncha. Bu temaning ichida yana bir qancha kichik temalar bor. Uning birinchisi biologiyalik Darwinizm ideyasi. Darwinizm deganimiz biologiyalik tadrijiy taraqqiyot nazariyasini ko'rsatadi. Bu nazariyani angliyalik tabiatshunos Charles Darwin boshchiligidagi bir qism olimlar o'tirib qo'ygan bo'lib, u nazariya jonliq mavjudotlarning hammasi kichik o'zgarishlarning tabiiy tanlashi orqali vujudga keladi va taraqqiy qiladi deb qaraydi. Bu yerdagi o'zgarishlar kichik va varislik qilingan o'zgarishlar bo'lib, ular individuallarning raqobatlashish, o'zini saqlab qolish va ko'payish iqtidorini o'stiradi. 1859-yili Darwin mavjudotlar turlarining kelib chiqish manbasi degan bir kitobni yozgan bo'lib, Darwinizm nazariyasi ana shuningdan boshlandi. Ya'ni bu nazariya 1859-yildan boshlangan. Ikkinchi, islomdagi Darwinizm nazariyasi haqidagi ko'z qarashlarning bir misoli. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqida o'xshamagan islom ziyolilarining o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Men bu yerda shularning bir misoli sifatida doktor Yasir Qozining bu vaqtdagi ko'z qarashlarini qisqacha bayon qilib o'taman. Mening bu yerda foydalanganim doktor Yasir Qozining 2013-yildagi Shimoliy Amerika Islom qurultayida bergan bir maydon ilmiy doklatining videosi bo'lib, uning uzunligi 31 minut keladi ekan. Bu yerga uning so'zlarini to'liq kirgizsam, maqola bak uzrab ketadigan bo'lg'achqa, men faqat o'zim u yerdan tanlab olgan ozroq mazmunlar bayon qilaman. Bu temaga bakroq qiziqadigan qarindoshlar aslidagi manbani bir qatim to'liq ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men u manbani keyin shu leksiyaning oxiriga yozib qo'yaman. Men bundan keyin Yasir Qozini ko'plab tilga olaman. Shunlashqa bu yerda men uni qisqacha tunishtirib qo'yay. Mening esimda qilishicha, Yasir Qozi Amerikaga 6 yosh vaqtida kelgan bo'lib, ximiya injenerligi kasbida bir bakalavrlik unvoni olguncha Amerikada o'qiydi.
Ondan Amerikadagi Dow Chemical deb atiladigan bir cho'ng ximiya shirkatida 2 yildak ishlaydi. Undan keyin Saudiyaning Madina shahriga berib 10 yil o'qiydi. Bu jarayonda u arab tili kasbida bir bakalavrlik, hadisshunoslik kasbida bir bakalavrlik va islom aqidashunoslik kasbida bir magistrlik unvoni oladi. U yerdan o'qishini tamomlab Amerikaga qaytib kelgandan keyin uning Madinada egillagan islomga oid bilimlari g'arb jamiyatiga va hozirgi zamonga mos kelmay, xuddi bir kona bino o'rilib ketgandek o'rilib tushdi. Shuning bilan Yasir Qozi 2 yil qattiq o'ylanib, o'zidagi islom bilimlarini qaytadan qurashtirib chiqish qaroriga keldi. Hamda Amerikadagi dunyoga danglik oliy maktablarning biri bo'lgan Yali universitetiga kirib, islom tadqiqoti kasbida doktorlikda yana 6 yil o'qiydi. Qisqasi, Yasir Qozi Amerikada 10 yil, Madinada 10 yil o'qigan. U hozir Amerikadagi Mag'rib instituti deb atiladigan bir oliy maktabning o'qitish boshqarmasining mudiri bo'lib, u yerda islomga oid darslarni o'tadi. Umu xalqaroda eng tunilgan islom diniy o'limolarining biri bo'lib, diniy sohada uning olim, imom, shayx va aqidashunos degandek salohiyatlari bor. Tövendikisi Yasir Qozining deganlari. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi ilm-fan dunyosida boshqa ilmiy nazariyalarga o'xshashla bir ilmiy paket sifatida qabul qilindi. Ya'ni bu nazariya xuddi o'ziga tortish kuchi nazariyasiga o'xshashla bir xil ilmiy nazariya bo'lib, ilm-fan dunyosida u boshqa ilmlarga o'xshash bir xil ilmiy paketlarga vakillik qiladi. Shunlashqa biz u faqat bir nazariya ekan deb o'zimizni aldab yurmasligimiz kerak. Undaq deyish akademiyalik pozitsiyaga uygun kelmaydi. Bu jihatda biz o'zimizni tarbiyalashga to'g'ri keladi. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi inkor qilishga bo'lmaydigan bir qism paketlar ustiga qurilgan bo'lib, shu jihatdagi tushunchalarni bir nihoyatda ilmiy yo'sinda o'tirib qo'ydi. Masalan, uningdagi mikro jonliqlarning tadrijiy taraqqiyoti haqidagi hukmlarni inkor qilib bo'lmaydi. Uni siz inkor qila olmaysiz. Agar siz o'xshash chilimlarni 2 guruhga bo'lib, ularni 2 qutbiga qachilab, ondan ularni bir qancha hafta o'xshamagan sharoit ichida boqar ekansiz, bu 2 guruhga chilimlarda bir-birinikiga o'xshamaydigan o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bundaq o'zgarishlarni kuzatgili yoki isbotlagili bo'ladi. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi yuqoridek inkor qilg'ili bo'lmaydigan paketlarni bir yerga to'plab, ondan ular haqida bir xil tushuncha qurilmasini o'tirib qo'ydi. Ko'plagan musulmonlar tadrijiy taraqqiyot nazariyasini ilmiy yo'sinda o'rganmagan yoki tadqiq qilmagan. Ular bu haqda biror kitob o'qib boqmagan. Ular bu hukmni biror qatim yaxshiroq tushunib boqmagan. Shundoq bo'lg'achqa, ular tadrijiy taraqqiyot nazariyasini bir xil oddiy va ilmiy bo'lmagan usulda inkor qiladi. Amaliyotda bo'lsa, bir ilmiy nuqtada turib qaraganda tadrijiy taraqqiyot nazariyasi aqlga nihoyat muvofiq keladi. Biz bo'lsak musulmon. Biz bir kitobga ishonamiz. Biz ishongan shu kitobda tadrijiy taraqqiyot nazariyasi bilan munosabatlik ba'zi voqealar boshqacha so'zlanadi. Shunga bizning oldimizda qanday qilib bu ikki narsani bir yerga akelgili bo'ladi degan savolga javob topish vazifasi qo'yiladi. Qur'on ishlar mundaq bo'ldi deb, hozirgi zamon ilm fanlari bo'lsa, ishlar andaq bo'ladi desa, biz qanday qilganda bu ikki narsani bir yerga aklalaymiz? Bu ishda biz pishqan odamdek ish qilishga, samimiy bo'lishga va ochiq oshkora ish ko'rishga to'g'ri keladi. G'arbning o'rniki bilan sharqningki yoki islomniki o'rniki o'tirsida bir nihoyatda cho'ng farqlar bor. Ilm-fanga, dinga va muqaddas kitoblarga qanday muomala qilishda g'arb bilan sharq yoki musulmonlar o'tirsida nihoyatda cho'ng farqlar bor. G'arbda eng dastlabdan boshlabla din bilan muqaddas kitob o'tirsida ma'lum darajadagi ziddiyatlar mavjud bo'lgan. Ular uchun bu ziddiyatni hal qilishga bir nihoyatda uzun tarixiy jarayon ketgan.
G'arbda burun din ilm-fanni chetga qoqqan bo'lsa, keyin ilm-fan dinni chetga qoqib, G'arb ana shundoq yo'l bilan bugünkidek taraqqiy qildi. Endi bo'lsa, ular o'z tarixidagi jarayonlarning u yer bu yerlarini kesib olib, ularni biz musulmonlarning ustiga tashlab atadi. Bu yerdagi xil cho'ng mazmunlarni qisqartib o'tdim. Hozir biroqlarni shu leksiyani dokladning oxiriga o'taman. Biz musulmonlar insonlarning paydo bo'lishimi tadrijiy taraqqiyot jarayonining bir natijasi degan hukmni qabul qilmaymiz. Ammo biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi boshqa tushunchalarning hammasini qabul qilolmaymiz. Nurg'un musulmonlar biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasiga ishonmaymiz deydi. Bunda qilish boshqalarga nihoyatda og'ir beparvolik va nodonlik bo'lib ko'rinadi. Biz musulmonlar tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqidagi hamma mazmunni tanla inkor qilmaymiz. Shunlashqa biz mundaq deyishimiz kerak. Biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi keng prinsiplarni qabul qilamiz. Ammo biz boshqa jihatlarga chunqur hurmat qilgan asosda faqat birli masalada tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi tushunchalarni qabul qilolmaymiz. U bo'lsa-mu insonlarning qanday paydo bo'lganligidir. Men bu yerda Yasir Qozining so'zlarini mushunchaqla bayon qilib, keyingi mazmunga o'taman. 3. İctimai Darwinizm ideyasi. Darwin bilan o'xshash davrda yashagan filosof Herbert Spencer ijtimoiy Darwinizm ideyasini o'tirib qo'ygan. U tabiiy tanlash nazariyasining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy masalalarga qo'llanilishi bo'lib hisoblanadi. Uning asosli ideyasi kuchliklar yashaydi degandan iborat bo'lib, bu yerdagi kuchliklar insonlarni o'z ichiga oladi. Kishilar mushu ideyadan foydalanib, Yevropalik aqtanliklar boshqa millatlardan ustun turadi. Shunlashqa ular cho'qim boshqalar ustidan hukmronlik qilish kerak degan ideyani ilgari surgan. Spencer ijtimoiy Darwinizm ideyasini ilgari surayotgan mezgillarda Yevropalik aqtanliklar texnologiya, iqtisod va hukumat sohasida boshqa millatlarga qaraganda zo'r yuksalish hosil qiladi. Shuning bilan bir qism kishilar bu o'zgarishlar Darwinizm nazariyasidan kelgan, demak o'zini saqlab qolishga behraq mos kelganlar g'alaba qilyotidi deb qaraydi. Ba'zi kishilar bu falsafavilik ideyani mikro iqtisod sohasiga elib kirib, kambag'al va ojiz kishilarga qaratilgan ijtimoiy farovonlik programmalari tabiat qonuniga uyg'un kelmaydi deb qaragan. Hatto ashunday programmalarni amaldan qoldirishga uringan. Natsist Germanlar 2. Dünya urushi mezgilida ijtimoiy Darwinizm ideyasini Yahudilar ustidan cho'ng qirg'inchilik yurgizishning ilmiy asosi sifatida foydalanadi. Ular Yahudilarning o'ltirilishiga nachar irtsiyaning tozalanishi deb qaraydi. Boshqa bir qism diktatorlar va jinoyatchilarmi ijtimoiy Darwinizm ideyasidan o'zlarining nachar ish harakatlarining falsafiy asosi sifatida foydalanib kelyotadi. Qisqasi, ijtimoiy Darwinizm ideyasi o'zining bir yolg'on va xatarlik falsafa ekanligini isbotladi. Shundoq bo'lishiga qaramay, hozir bir qism ojiz millatlar, jumladan Uyg'urlarmi shundoq falsafaning qurboni bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi ikinci cho'ng tema ustida to'xtalaman. U bo'lsa-mu Jungoliklarning Darwinizm ideyasidan foydalanish ahvoli. G'arbda Darwinning nasllarning manbasiga oid nazariyasi haqidagi tadqiqotlar meni qaytaday. G'arbda Darwinning nasllarning manbasiga oid nazariyasi haqidagi tadqiqotlar 1859-yillari bir yuqori pallaga ko'tarildi. Ammo bu nazariya Jungoga 1900-yillargacha yetib kelmadi. O'sha vaqtga kelganda Manju xonadonligining chirikligi bilan har sohadagi mag'lubiyati kishilarda inqilob qilish irodasini vujudga keltirishga boshladi. Dal shu vaqtda, ya'ni 1895-yili Yaponiya Jungoga tajovuz qilib, kirib g'alaba qozondi.
Şunun bilan Cumhuriyetçilerin milli işençisi ağır krizisga duch keldi. Cumhuriyetçilerin yüzünün qattiq to'kilishiga ergashib, ayni vaqtdagi ziyonlardan Kang Yu-wei bilan keyincha prezident bo'lgan Sun Jung-shan apandilar Darwin bilan Spencerning nazariyalariga yuzlanib, g'arbliklardan o'rganib, Cumhuriyetçilarni saqlab qolishning muvofiq yo'llarini izladi. Shuning bilan Darwinizm ularning bir cho'ng inqilobni loyihilab 1911-yili bir milliy respublika qurishiga yordam qildi. 1895-yili Jungu ziyolisi, inglizcha, hanzuzcha tarjimoni va islohotchisi Yan Fu apandi Thomas Huxley'ning Tadrijiy taraqqiyot va stil degan kitobi bilan Spencerning jamiyatshunoslik degan kitobini tarjima qilib tarqatdi. Ammo u tarjima jarayonida bir noiti halqiliq so'zni xato tarjima qildi. Tabiiy tanlash degan so'zni shalib etish yoki chiqirib tashlash degan ma'nini bildiradigan totay degan so'zga tarjima qildi. Shuning bilan shalinish degan so'z Cumhuriyetçilarning Darwinizm ideyasiga bo'lgan tushanchisida bir xil hukmron o'rinda turdi. Natijada Cumhuriyetçilar raqobatda utturg'uchilar qatorida o'rin olganlar yolg'iz ojiz kishilar bo'lib qolmay, ular tabiat dunyosi yoki siyosiy dunyodan chiqarib tashlanadi deb qaradi. Yanfu apandi atrofini butunlay bulanchilar qo'rshab turadigan Jungodek bir ziminda o'zini saqlab qolishning birdan-bir usuli g'arbliklardek Spencerning ijtimoiy Darwinizm ideyasini ishga oshirish ekanligini o'tirib qo'ydi. U mundaq deydi: insonlar va boshqa mavjudotlar yer ustida nihoyat ko'p sonda tug'iladi. Bir qism mavjudotlar yana bir qism mavjudotlar bilan kurash qiladi. Natijada kuchlik ojizlarni yeydi hamda do'tlarni aqlliqlar qul qiladi. Shuning bilan eng oxirida ashu zamon, ashu makon va o'zlarining insoniy ahvoliga eng moslashgan kishilarla hayot qoladi. Yanfu apandi yana mundaq deb yozadi: g'arbliklarning qarashicha tuvan sifatlik irqqa tava bo'lgan millatlarning hammasi bir yuqori sifatlik irq tarafidan yo'qitiladi. 1911-yili Sun Jung-shan apandi o'zi tuzgan programlarning hammasida millatni saqlab qolish masalasini tub chiqish nuqtasi qiladi. Uning qarashicha oqtanliklarning Cumhuriyetçilarga qaratgan siyosati oqtanliklarning serq tanliklarni yo'qotib etishini tub maqsad qilgan bo'lib, Cumhuriyetçilarning chet el kuchlariga qarshi elib berayotgan kurashlari amaliyotda oqtanliklarning irqiy tozalash tahdidiga qarshi elib berayotgan kurashi bo'lib hisoblanadi. 1949-yildan keyin ijtimoiy Darwinizm ideyasi Mao Zedongning asarlaridami nihoyat cho'ng o'rin oldi. Uning qarashicha kelgusidagi kurashlarning ikki tarafida seriq tanliklar bilan oq tanliklar turadigan bo'lib, agar seriq tanliklar o'z strategiyasini o'zgartmaydi ekan, ular cho'qim oq tanliklarga utirib qo'yadi. Demak, Mao Zedong Cumhuriyetçilarni saqlab qolish va qudrat topqizishda ijtimoiy Darwinizm ideyasiga intayin kuchli darajada ahamiyat bergan. Meniki bugun so'zlagan leksiyarim shu yerda oxirlashadi. So'zlarimni kelar qatim Uyg'urlar qanday qilish kerak degan shu teminiki ikkinchi qismi ustida to'xtalaman. So'zlarimni anglagan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.